Assalomu alaykum. Nega eshikni ochib bermadingiz? Uzr, uspet qilmadim-da. Ochishga. Emasmi? Ya, uzr. Siz vazifasiz ochib berish. Ya, to'g'ri, kechirasiz, lekin shunaqa bo'lib qoldi-da. Bitta tezroq haydang. Xo'p. Shoshmang. Nima bu to'g'ri haydang? Tezroq haydang. Namsiga haydang, shuncha kutganim yetmaganda. Opa, uzr, eringiz bilan urushganmisiz? Xo'sh, siz gap o'qiymazmi? Buncha. Umuman sen gap o'qiymazmi? G'alati bo'lsa, siz berayotgan savolingni qara. Mana qara, 150 ming ko'rsatgan-ku, o'sha yarmini beraman. O'zing vazifangni qilmayapsan, normalniy haydamayapsan, eshikni ochib bermading. Yana nima qilib berishim kerak? Massaj ham qilib beraymi? Sizlarga Yandeksda suv berishim kerak, zaryadnik berishim kerak. Eshikni. Mana vazifam nima? Mana vazifam nima? Endi men taksi bo'lsam agar bu yerda qo'yib qo'yishim kerakmi? Beraman. Yo'q. Nimaga ilk qo'yib berasiz? Men san'atni kutdim, eshikni ochib bermading, qotgan muomalangni qara. Xo'p, nima yomon muomala qilaman? Nima muomala qilyapsan hozir? Men sen tezroq haydagin, davom sekin Xo'p, qara yo'llar shunaqa bo'lsa agar mashina qimmat turadi, men qanaqa haydashim kerak? Zapchastlarga tushib o'ramanmi? Men sen zakaz qildimmi, meni aytganimni qilishing kerak. Pulingni olsanmi, meni aytganimni qilishing kerak. Короче, mana qarang, apa bormayman. Borasan, Bormayman. borasan. Bormayman. Men hozir telefon qilaman, kerak bo'lsa Yandeksda yura olmaydigan bo'lasan. Ugraja qilasiz menga hozir. Men hech narsa qilayotganim yo'q, meni aytganimni qilishing kerak. Pulingni olsanmi, qilishing kerak. Kech kelding, eshik ochib bermading. Yana nima qilishim kerak? Normalniy muomala qilyapman, tushunmayapsan. Men 50%ni beraman. Короче, men bormayman. Borasan. Kimga xohlasangiz telefon qiling. Borasan. Bormayman, bo'ldi, mashinadan chiqing, bormayman. Tushunmayman. Nima deyapsan? Kim bilan gaplashayotganingni bilasanmi? Bormayman, bo'ldi, mashinadan tushing. Sen hazillashyapsan men bilan? Sen nima deyotganingni bilyapsanmi hozir? Bormayman, bo'ldi, chiqing. Borasan. Men hozir telefon qilaman, kerak bo'lsa Yandeksda yura olmaysan deyapman men senga. Umuman o'z mashina hayda olmaysan. Davay hayda. Bormayman. Men senga hayda deyapman. Yo'q, bormayman. Sen o'ynashyapsanmi? Sen men bilan hazillashyapsanmi? Sen kim bilan gaplashayotganingni bilyapsanmi? Men senga muomala qildimmi? Tushunmayapsan, davay haydaysan. Bormayman dedim. Bo'ldi, bormayman deyapman sizga. Chiqing mashinadan. Borasan, tushunmayman. Borasan. Bormayman. Borasan. Bormayman. Borasan deyapman men senga. Bo'ldi, chiqing mashinadan. Men asabim bilan o'ynamasan, menga qara. O menga qara, men senga gapiryapman. Davay hayda. Hayda deyapman, borasan. Borasan. Bo'ldi, chiqing mashinadan, Men bormayman. shoshqonman, bo'la qo'y, yur tezroq. Bormayman. Borasan. Nima qilaman? Bormayman. Bo'ldi. Keldik. Bo'ldi, bormayman. Men hali manzilimga yetib kelganim yo'q, hayda deyapman men senga. Bormayman. To'xta, men telefon qo'yay. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qarang, Yandeks chaqirgandirman. O'zcha vashi muomalasi dabdala. Men bilan urush qilib bormayman deb shalaqlik qilyapti menga, shantajlik qilib. 32 mashinasini. Mashinaning nomeri necha edi? 261. 261. 30 Samarqandskiy. Bir bola qilib beringda hozir shuni. Vashi Yandeks hayda olmaydigan qilaylik, vashi muomalasi dabdala buni. Yo'lovchilarga muomala qilishni bilmas ekan. Telefon qilib oling keyin. Bo'ldimi? Bo'lmadi, Bo'ldi, chiqing mashinadan. Chiqing mashinadan. Haydaysan deyapman. Yo'q, bo'ldi. Men manzilimga yetib olmadim hali. Bo'ldi, chiqing mashinadan, bo'ldi. Men hozir nima quyoshda boshqa Yandeks chaqirib kutib o'tiramanmi? Seni kutgandek. Davay haydaysan. Bormayman. Borasan. Bormayman. Borasan. Bormayman. Men bilan o'ynashma. Men bilan o'ynashma, hozir men shunaqa qilaman. Qo'lingni oldim mana. Haydaysan. Qo'lingni oldim. Davay hayda. Qo'lingni oldim. Sen kim bilan gaplashayotganingni Menga farqi yo'q kim bilan gaplashman. Kim Endi bilan bo'lmasa gaplashman. kelmasam bilan kerak joyda Qo'lingni oldim mana. yurasan hozir. Tushunmayman. Chiq mashinadan. Ol. Chiq bu yoqqa.